Boshladik. Quartz 2 dasturida deadline mustaqil bajaramiz. Mana shu variant bo'yicha shu integral mikrosxema ko'rinishida Quartz 2 dasturini chiqaramiz. Dasturga kirib olamiz. New proyekt. Next. Proyektga nom beramiz. Men mustaqil ish deb nom beraman. Keyin mana bu yerdan xotirani tilaman, papka qayerga tushishini. Men db papka saqlaganman. Menga bu oldin bu fayl bor, shu uchun yana shuni qaytib ochish qilaman. Yes. Mana shunaqa o'yin ochiladi. Shu o'yin ochilgandan keyin mana bu yerdan fayl tugmasini newni bosish kerak yoki-da Ctrl+N qilib ham shuni chiqarsa bo'ladi. Verilog HDL fayl. Shuni tanlab, OK. Endi o'sha dastur kodini yozib olamiz. Men yozganman oldin. Mana shu. Proyekt nomi bilan shu funksiyaning nomi bir xil bo'lishi kerak, bo'lmasa dastur ishlamaydi. Bunga ham shu uchun mustaqil ish deb nom beramiz. Mustaqil ish. Run beramiz. Yes. Men oldin run qilganman, shuni qayta tanlayman. Saqlanib. Da. Ketdi, mana run berdi. Kutamiz run bergancha. Mana kompilyatsiya yakunlandi, xatolik chiqmadi, hammasi to'g'ri bo'ldi. Endi mana o'sha kod yozilgan chipi chiqdi. Mana shu yerdan ko'riladi. Hozir qayerdan ko'rsataman. Mana shu knopka bosilsa ko'rsatadi. Endi shu qanaqa ulanishi. Mana hozir 4 ta input, 4 ta kirishli, 4 ta chiqishli bo'lgan buniki. Endi qanaqa plataga qanaqa ulanishi chiqdi. Hozir sxemasi ham chiqaraman bitta belgilab. Mana shu. Endi boyagi o'sha integral sxemani mana buni chiqaramiz hozir. Mana shu dasturni ham o'zini chiqarib beradi. Tools bo'limiga kiramiz. Netlist Virs. Airtel Vir. Mana